hujumni samarali yakunlashga yo'l oldi. Zarba berildi, to'p darvoza to'rida. Qadrli tomoshabinlar, O'zbekiston terma jamoasi hisobda oldinga chiqib oldi va Vadim Abramov Shuhrat Maqsudov bilan bir-birlarini qutlashdi. 41-daqiqada Maksim Shatskix zarba berildi va to'p darvoza to'ridan joy oldi. 17-raqamdagi Badr Al Afsuski shunday Jeparovga uzatildi. Hasanov Server Jeparov gol! 2-1. Qani bu golga nima deysiz? O'yindan tashqari holat deya olmaysiz. Qo'pollik ishlatdi deya olmaysiz. Endi nima qilasiz?